Assalomu alaykum barchaga. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan obunachilar, yangi kirib kelganlar kanalimizga xush kelibsizlar. Zamon talablariga mos, og'irligi yuqori bo'lmagan, loy suvoqni o'rniga quyilayotib turgan penilonboz quyish jarayoni. Hozirgi obyektimiz Andijonda, Marhamatda. Mana hozir 100 kvadrat obyektimiz bor edi, ertalab kelib boshlaganmiz. Shuncha joyimiz qolgan. Xo'p, bu penilonbozimiz loy suvoqni o'rniga yupqa bosilib qolgan loy suvoqlarning ustiga ham quysa bo'laveradi. Bu mahsulotimiz tarkibida mana suv quyiladi 3 paqir, bir qop gips tashlanadi, sement qo'shiladi, ko'rib turganlaring penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi quyilaveradi. Hozir bir qator quyib ko'rsatib beramiz. Mana shunday suyuq holatda bo'ladi boshida. Qatishiga 10 minut, 15 minut vaqt kerak bo'ladi. O'zini qurib ketishiga 20 kun, 25 kun vaqt ichida qurib ketadi. Mana materialni yozib ko'rib turganlaringiz shunday suyuq holatda quyaveramiz, ustma-ust razmerini chiqarib. Izolyatsiyani issiq sovuq zo'r ushaveradi. Tonga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.